Uzdul HTML dersligi 9-qism HTML ulanish. HTML ulanish xat kuchi haqida. Ulanish bir harf so'z jumla yak bir parcha rasm bo'lsin bo'laverdi. Ulanish xat kuchining roli mushu elementlarni muasir qilib chekkanda boshqa torbat yoki torbatning ma'lum o'rni ichildi. Mouse strilkasi ulanishning ustiga kelganda bir kichik qo'l rasmga aylandi. Biz a xat kuchi orqali HTMLda ulanish quramiz. Ulanish xat kuchini ishlatishning ikki xil usuli bor. Birinchisi Mavi harf xarakteridan foydalanib yangi torbat ichish, ikkinchisi name xarakteri orqali bir torbatninki o'xshamaga o'rnini ko'rsatish. Unda bo'lsa biz ulgu misol ko'rib boqaylik. Oldida qaraydigan bo'lsak, mana bir ulanish xat kuchi ishlatilgan ma harfning qismiga uzdulkom degan qiymat berilgan. Buni yangi bekatda asson, buningki mazmuni visit uzdulkom. Buni osti qismida mavi qiymat berilgan qismiga osti qismida bir rasm elementini buning qiymat qilib bergan, bu bir logo rasm ko'rsatdi deb. Buning unumini ko'rsak, unumi ma'qulatda. Mana ustiga kelgan vaqtimizda mana kichik qo'l shakli ko'rindi. Ma'nosi shu. Buni biz bosgandan keyin Uzdul tor texnik markazi deb bu uzdul tor bekitniki bosh betik kirdi. Ostidagi rasmni bossaqmi o'xshash. Ma misol qaraydigan bo'lsak, buning eng ust qismida logo 1, logo 2, logo 3 deb 3 tal ulanishni bergan. Bu ulanishlarningki ma harf qiymatiga logo 1 degan ama oldiga ma quduq belgisi qo'yish orqali ham buning name qiymatini top degan qiymatni berish orqali mushtab belgilagan. Buning ostida nima bor deganda, bu yerda bir ulanish orqali ma ulanishninki ismini logo 1 deb bergan. Ma logo 2 deganninki name qiymatini logo 2 deb bergan. Ma logo 3ninkini name qiymatini logo 3 deb bergan. Andan keyin ma oxirida yana bir ulanish va ma top deb. Bu topninki ulanadigan adresini oldiga quduq belgisi bilan top deb qo'ygan. Bu qanday iqtidorni amalga oshirdi deganda, ma misol qaraydigan bo'lsak, masalan bu torbatning yuzida logo 1 ostiga sursam, logo 2, logo 3 deb 3 tal rasm bor. Men logo 1ni bosgan vaqtimda mana Batman logo 1 degan o'rin keldi. Topni bossam usti qaytib keldi. 2ni bossam 2 degan o'rin keldi. Mana ustida logo 1 bor, ostida logo 3 bor. Mana bu yerda bir batning yuzidagi o'xshamagan o'rindagi mazmunlar ko'rindi. İkinci mazmun HTML ulanish xat kuchining grammatikasi. Harf xarakter orqali ulanish nishi adresini belgilaymiz. Boshlanish xat kuchi bilan oxirgi xat kuchi orasidagi mazmun ulanish ko'rinadigan o'rindagi mazmun hisoblandi. Masalan, men harf orqali men ulanish adresini belgiladik. Andan keyin men boshlanish xat kuchi bilan oxirgi xat kuchininki o'rtadagi qismi buningki xat kuch mazmuni hisoblandi. Ulanish mazmuni tekis, rasmiy yoki HTML ning boshqa elementlari bo'lsa bo'laverdi. Uchinchi HTML ulanish target va name xarakteri. Target xarakteri orqali yangi ko'znakda ichilish yoki mush ko'znakda ichishni belgilaymiz. Masalan, ma amaliy misaldagi target deganimiz ma blank deganimiz yangi betda asson degan. Niyat bassak hozir ma a degan ma bu torbatning o'zi qolib qoldi. Buning ulanib mayada yangidan uzdulkom ichildi. Agar bu ikki ko'znakda echilmay, birli ko'znakda echilsin demoqchi bo'lsak, ma target degan chiqarib etsak, ya'ni uning qiymat bersak, batning olgandan keyin man bosilgan bo'lsak, mushibatning o'zi uzun betiga o'zgarib ketdi degan gap.